Investitsiya uchun yoki o'zingiz yashash uchun novostroyka qidirgan bo'lsa, shu variantimizni bitta ko'ring. Ofisni narxidan ham arzon variantida xonadonimiz chiqib qoldi. Xonadonimizda ko'rishimiz mumkin. Metroni yonida shunday tegimizda mana ikkinchi bekat metrosi bor. Xonadonimizda tegida shunaqa детский plashatkasi bor. Bu ya'ni 3-qavat bo'ladi. Tegida korzinka, maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Arendaga qo'yish uchun bu yerda 400-500 dollardan bemalol arendani qo'yib olasiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xonadonimiz bir xonali. Kadastr bo'yicha kadastrlar chiqqan, buni 2 xona qilish imkoniyati bor. Bu yerda masalan mana zal qismi, zal ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sanuzelimiz shunaqa katta o'lchamda qilingan. Agarda xohlasangiz buni 2 xona qilish imkoniyati bor. Bu yerda o'zi zavodskiy holatda kuxnya qismini ko'rishingiz mumkin. Tashqari qaragan oynalar bor. O'lchami shunaqa katta. Agar buni planovkani o'zgartiradigan bo'lsangiz, bu yerda spalniya qiladigan bo'lsangiz, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi qiladigan bo'lsangiz, men перегородкani ozgina bu yoqqa bir 1 metr atrofida sursangiz, bu yerda kuxnyani qo'shib olsangiz bo'ladi. Ya'ni sanuzelni ozgina kichkina qilasiz, yoniga kuxnyani qo'shsangiz, shunda bir xonani 2 xona qilish imkoniyati bor. Eshiklarni ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli, yaxshi eshiklardan qo'yib qo'yilgan. Отпечаткali hozir batareyaga o'tirib qolibdi. Akalar, xonadonimizni 42 dollar baholadik. 12 qavatli domimiz 8-qavati. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani 2-bekat metroning tepasiga o'zi bir dona 12 qavatli dom. Shuni 8-qavatida joylashgan. Qisqalar bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'rasida. Shunaqa investitsiyaga uy qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ying. Telegram kanaliga o'tib olinglar. Arzon variantdan Telegram kanaliga qo'yib boramiz.